Maşallah, suratga bitta ahamiyat berasizlar. 2026-yil Allohning baytiga hammamizga borishlik nasib ro'za aylasin. Endi xonadonni obzoriga o'tamiz. Qarang, kirishingiz bilan chiroyli holatda mana kattagina qo'lga nazaringlar tushyapti, akalar. Aboylarni uyg'unligiga, targetlarni qo'yilganligiga, lustrlarga bitta e'tibor berasizlar. Tashqari tarafdan tushuntiradigan bo'lsam, kirishinglar bilan bitta mashina qo'yishga joy, xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. 2 qavat, podval qismidan iborat, travertinlardan chiqarib qo'yilgan belosnejniy oppoqqina xonadonimizga xush kelibsizlar. Tashqari tarafda bitta sanuzul, letni oshxona qilish imkoniyatiga ega. O'zingiz uchun bitta kichkinagina zeleniy zonaga ham joy tashlab ketilgan. Chap tarafimizga nazar soladigan bo'lsangiz, qarang, oppoqqina qilib qo'yilgan mebellar qo'yib beriladi. Ayollarimiz uchun sevimli oshxonaga nazarda tushyapti. Bu yoq tarafga kirib borar ekanmizda, qarang, juda ham kattagina razmerda zalimizga e'tiboringlarni qaratishlarini so'rab qolardim. To'pli poladan chiqarilgan radiator qismlari qo'yib beriladi. Tashqariga qaragan, orqa hovlisiga qaragan oynalar ham bor. Aboylarning uyg'unligiga bitta e'tibor berasiz. Lustrlar bilan hamohang holatda joylab qo'yilgan. Bu quruvchilar bilan ko'p yillardan beri ishlaymiz. Juda ham chiroyli pishiq ishlardan qurishadi. Bu yerda bitta общий sanuzulimizga ko'zingiz tushyapti. Hammasi mistritelari qo'yib beriladi. Bu yoqda bitta ota-onalar yotoqxonasi. Aboylar ham ko'zi charchatmaydigan holatda yopishtirib qo'yilgan holatda bo'ladi. Endi sizlar bilan podval qismiga tushib borar ekanmizda, qarang, podval qismimizga tashqari tarafdan ham tushish imkoniyati bor. Endi ichkari tarafdan ham tushish imkoniyatini beradigan zinalarga bitta e'tibor berasizlar, chiroyli holatda qilib, podvalimizda ham yashash imkoniyatini beradigan holatda qilib qo'yishgan. Qarang, bu yerda ham bitta xo'l hisobi foydalanasiz, bu yerda bitta bilarchani qo'yib qo'yishingiz imkoniyatingiz ham bo'ladi. Xonadonning yuragini bitta ko'rsating. Mana xonadonning yuragi shu yerda joylashgan. Hammasi chiroyli holatda, qarang, san'at asari yaratib yuborilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor, mana bitta xona sifatida foydalanasiz. Uni yonida yana bitta xonaga nazaringiz tushyapti, mana. Kirdingiz, aboylar ham chiroyli holatda yorqin ranglar tanlab qo'ygan. Orqa tarafida havo aylanishi uchun bitta hovlisi ham qilib qo'yilgan. Podvalimizda ham 3 ta xonadan iborat bo'ldi. Yashash imkoniyatini beradigan holatda. Bismillah deb 2-qavatga chiqib borar ekanmiz, qarang. Juda ham chiroyli suratga ko'zingizlar tushyapti. Mana bu lustralarga bitta e'tibor berasizlar. O'ng tarafimizga kiradigan bo'lsa, bitta kattagina mana zalimiz bor. Bu yerda ham mehmonlaringiz ko'p, hoji. Mehmonlarni kutib, suhbat qilish imkoniyatini beradigan joyimiz bo'ladi. Bu yerda ham bitta mana qarang. Bitta ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu balkon qismiga chiqib bir havodan nafas olib, mana qarang. Bemalol suhbat qilish imkoniyatini beradigan xonamiz. Yana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, ikkita bolalar yotoqxonasi mana yorqin ranglardan tanlab qo'ygan, tashqari qaragan romlari bor, guli qo'ymas xonalarimiz. Bu yerda bitta общий sanuzulga ko'zinglar tushyapti, hammasi mistritelari qo'yib beriladi. Buni yonida yana bitta xonamiz bo'lyapti. Chiroyli holatda qurilgan, pishiq ishlardan qurilgan xonadonimiz 2 sotixga joylashgan bo'ldi. Xonalarni ko'rdinglar. Hamma remontlar, eshiklarga bitta e'tibor qaratdinglar. Sifatli eshiklardan qo'yib qo'yilgan. 2 sotix, 6 ta xona, podvallari seli, tashqaridan, ichkaridan tushish imkoniyatini beradigan chiroyli oppoqqina xonadonimizning narxi $175,000 start belgilandi. Albatta kelishadigan joylari bor. Kelgan manzilimiz Nazarbek legendarning notarius ko'chadamiz. Bu yerda suv, svet, gazdan muammo yo'q. O'g'alar, shunaqa xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, mehnatga bitta baho berib layk urib ketasizlar. Aniq layk atsangizlar Telegram kanalimizda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salom.